Og'a nuqul sentrkamazdan video chiqarasiz deysiz. Sentrkamazdan Kaptarxondan ham zo'r 15 sotuqqa yaqin hovlisi bor uy-joy chiqaryapmiz. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga to'liq ma'lumotini berib o'taman. Ungacha like bilan podpiskani ham bosib turish esingizdan chiqmasin. Og'a uyimiz 4 xonadan iborat. 15 sotuq yeri bilan aytib o'tyapman. Qurilish osti binosi 120 kvadratdan iborat. Toshning lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Termiz tumani Halqabod mahallasi. Og'a, o'zingiz yaxshi bilasiz Halqabod mahalla qanaqa joyligini. Psix politsiyani bilasiz. Shundoqqina yonginasida ushbu xonadonimiz joylashgan. Uyimizda og'a tashqi taraflardan tandir, o'choq, hattoki molxonalargacha qilib qo'yilgan. Bu yerlarda o'zingiz suv, svet, internetni qanaqaligini yaxshi bilasiz. Ariq suvlargacha bor. Gaz esa gaz ballonida doimgidek tarqatiladi. Uyimizni hujjatiga keladigan bo'lsak, shaxsan o'zim tanishib chiqdim. Hujjatlarda muammo yo'q. Notariusda pulni sanab turib, uyingizni nomingizga o'tkazib olsangiz bo'ladi, og'a. Og'a, asosiysi uyimizning narx-navosiga keldik. Opamiz uyda 600 million deyapti. Biz talashib, tortishib, yana doimgidek talashib tortishaman desam, yo'q deysizlar. Mana uyda egalarining o'zi guvohda. Ushbu uyda siz uchun talashib tortishib 550 million so'mga chiqadik. Shu raqamlarga aloqaga chiqasiz. Bizdan ekaningizni aytsangiz, sunnatiga opamiz yana 1-2 so'm o'tib beradi. Bu videoni sotug'i kattaroq bo'lgan, shunaqa joylarni qidirib yurgan og'alarga yuborib qo'yasiz.